Manadek işletmey sanduqlarda yığıb saxlayotgan narsalar o'qib qolsa cho'qim to'nshili qilib tashlanglar qizlar. Mush narsani saqlayverib yo hech qanday ishlatmaymiz. Ma amriq grim buyumning qutisi shu vaqt bek test olgan deymiz. Masalan, ma Paridioning grim buyum qutisi ekan qaranglar. Endi bugundan boshlab cho'qim tashlaymiz. Bularni tashlamsak, qiliqsiz o'ylayotgan xizmat, qiliqsiz o'ylayotgan boylik, qiliqsiz o'ylayotgan hamma ishlar yetirib tushmaydi. Uyingizning ishkap, javan, tatman, mushtaq kichik sanduqlardagi narsalarning hammani retlab tashlang. Men nimish boy olamayman, men shu nimish qatlashmaydi, nimish erimni damlab urishmay, mao demay, mushtaq uydagi quruq eski narsalarning hammani tashlaymiz. Qaranglar. Qizlarniki mushtaq ishlatib bo'lmaydigan xush-xushran ko'dinglarni men ishlatmagan, mana yerim tashlab qaysi marka oldimiz, elivagim shu narsani tashlaymiz. Anadagi manadek koxon qaranglar. Va koxonning chunchilarni mana mayalarni ishlatib bo'lmaydi bu afganiki. Mayalarni ishlatib bo'lmay tashlaymiz, cho'qim tashlaymiz. Manda ketib qolganlar deymiz, bunda quruq quta hammani tashlaymiz. Men bunda bir bak jonjon chichi turdi mana asra hozir bir ishga bo'ldi, hammani tayyorlanchi bazo. Chintiyama bachoshi jonjon chichi qilmoqchi. Anadagi manadek bunda qutanglar bunda g'alati bo'lsa, ammo qarab haqiqatan bir o'ziniki bir menetchiligini, retsizligini oshkorlab chiqibdi demanglar. Hammamizning qizlarning uyini cho'g'ib chiqsak o'sha narsalar bor. Lekin ma talonti, ammo demay, bugun hamma tashlaymiz. Qaranglar manadek RG ishilta to'qishnama cho'qim tashlaymiz. Anadagi manadek ishil almashtirgan shouji qizi deymiz. Bu şey qancha janglama. Jang. Ishiltitonglar anadagi manadek masalan, mana qo'li kichikgina qapti. Manadek ishiltib bilan qo'lmay yo'q qas ishiltib tashlaytinglar. Bugundan boshlab cho'qim bir aqtirib berganlar o'sha narsalarni aqtirib mesela ishiltib bilan az qolgan qo'lmay yo'q qasa bugundan boshlab 2-3 ishlasam tugayadi ekan. Shu dakay shinda yigan. Yangi ichinglar qizlar. Anadagi ishiltib bilan yuzmay, anadagi bu degan narsa o'qib qolsa, yangi ishiltib va avval shuni tugitib, anadagi dakay limay yigan. Unda lo'nchi baza qilmoqlarmish qizlar nimish qilib boy olamaymiz, nimish pul yig'amaymiz deganda qaranglar. Hatto bir beshimizga qilsalarmish fak hadami jo'q xo'p. Mening g'obek oz deb o'ylayman bundan nasrimni. Mana mening g'obek oz deb o'ylayman, bek chiqmay haqlab berib etgan. Vallahi ilojimna. Qaranglar. Bir yaxshi ko'rib qolsak, bir konshina yangi yansa do'maysan. Chiqib ajoyib. Hatta bir chazasam, bu chazning olqisini, hatta choch poqishni shu yitoq qilamsam, faqat vuqim kelmaydi danglar. Shuningga men sizlar deydiganim endi cho'qim ilqi qilinglar, bilan qarab ko'zingni bisal yamara qo'yib qolsanglar. Qaranglar, ma bir qutamning ichiga hatta paypog'imdan tatib chiribdim yaga. Men demoqchi deganda Hammamizniki bir oyning ichida kayfiyatimiz yaxshi bo'lib ketishini atayin. Hammamizning ishlari yaxshi bo'lib ketishini atayin. Shuningga ba'zi vaqtda subiyan fan deymiz, lekin ma'quqda hozir tanlab hozir ketibdi. Bilanchi baza qo'yibchi. O'sha ratlimsanglar qaranglar, paypog'inglar, do'ranglar bayaga endi bijimay chirib qo'yib qolsa, shu ishlarni aplashmaydi. Endi bu yerda men chiroyingiz qolsa halo turtgansiz bu uyingiz buni qalayim qo'shaydi deb o'ylashinglar mumkin. Maylanda yazsanglarmi, lekin jushasan shu vaqtli qishamishlar. Lekin bular mush ayollarga qizlar deydiganim cho'qim bugundan boshlab 2-oydan 3-oydan 21-kunigacha cho'qim endi ma'lumotga aytyoz arilgan vaqtda bular 2-oy o'sha hamma nimani bek yaxshi qilish deydi ekan. Gayfanda jufan deb hamma narsadan voz kechish to'g'ri kelib qolsa, voz kechinglar, tashlagan narsa tashlanglar, cho'qim. Mumkin bo'lsa bugun 3 kun ichida mush narsalarni cho'qim ratlab chiqinglar. Jonjonchichi shu vaqt ko'ngillar shunda ratli ko'p qoladi qaranglar. Adam o'zi qanday bo'lsa, uning tutgan uyimi, to'shkimi, hatto tizib qo'ygan grim buyumlarini tatib dal shunday ketadi. Mana men nima ish ko'rsatma desanglar, shu voyji yilangular. Ola shinchi janda bu xo. Meni ishlarim Meni chiqishlarni o'ylagan ekan, shu subiyan jo'rang mushta olib ketdim. Lekin endi qolgan narsarim joyida har vaqt uyam shu mehmon kelganda chiroq turdi, lekin mana narsarim kelganda shalni bada tashlab qo'ydim. Lekin ichim pushib ketdi. Oxir bo'lmay, bugun 1 soat vaqtim batdi. Shunda mijozim yo'q, lekin qo'pa. Onundan turamisan, cho'qim ratlibat. Hamishan joy-joyiga shudu deb o'sha hozir oldim, yeyib oldim hozir. Ma uy hozir bir eski xotinning bir
Birimiz ko'p ketdi. Shuning deydiganlarim cho'qqim uyanglarni pak zirtib chiqinglar. Buling, pishqaq, ishkap hamma etib pak qilinglar. Talaga chiqib bir kimni g'ayratini qilmay, do'yinda aqmas filmdan aqmas narsalarni, haqni qo'nqo'shadigan narsalarni ko'may, o'shalarni cho'qqim tashlanglar. İşleringlar yaxshi ketadi. Men ishinglar. Yana menga tashlagan vaqtda rahmat, xo'sh, sen men talag'ning rahmat deb turib tashlanglar, ha? Agar nemish qo'sha deb tashlaymiz degan mush gapimning tegin bilmoqchi bo'lsanglar, ayrimxon uchur qilinglar, men haqsiz deb birman. Chunki men buning foydasini ko'rgan. Xo'sh, amsmalar redlitda ya, filmning oxiriga maratlagan jarayonlarni qistirib qo'yman.